Hech o'ylab ko'rganmisizlar? Hammani ko'ngliga qaragan odamni ham o'zini ko'ngli bo'ladi. U ham nimadandir, kimdandir xafa bo'ladi. Lekin boshqalarga nisbatan u ko'proq sezdirmaslikka harakat qiladi. Chunki atrofidagi insonlar uni bu qadar mahzun holatda ko'rishmagan bo'ladi. Burchak-burchaklarda, yolg'izlikda, qorong'ilikda o'z bilan o'zi qolib, gaplashib, dardini unga aytadi. Yana hech narsa bo'lmagandek ko'z yoshlarini artib, odamlar orasiga chiqib ketadi. Hayot shunaqangi beshafqat ekanki, sizni ko'nglingizni sindirganlar kimligini ham bilasiz. Eng achinarlisi u insonlar yaqinlaringiz bo'lib chiqadi. Ularni ko'nglini ko'tarish uchun siz boringizni berishga tayyorsiz, lekin shunaqangi bir holatlar bo'ladiki, ichingizdan, yuragingizdan o'tib ketadi. Qo'pol gapirib ranjitib qo'ymaslik uchun ulardan uzoqqa ketasiz. Lekin ular o'ylashadiki, uzoqlarda kayf va safo qilib yuribdi deb o'ylashadi. Ichingizdan o'tganini faqat o'zingiz va Alloh biladi. Ko'ngil bu eng nozik narsa.